Yuqumli kasalliklarning qaysi turlari avj olgan va qaysi hududlarda eng ko'p uchrayapti va ularga qarshi vaksinalar olib kelinyapti? Ular asosan qaysi davlatlardan olib kelinadi? Gap shundaki, O'zbekiston Respublikasi mustaqil bo'lgan paytda bor yo'g'i 6 ta yuqumli kasallikka biz emlardik. Hozir 13 turdagi yuqumli kasallikka qarshi emlaymiz. O'zbekiston Respublikasida ishlatiladigan vaksinalarning barchasi Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ma'qullangan vaksinalar. Vaksinalarni olib kelishda Xalqaro bolalar jamg'armasi UNICEF tashkilotining ko'magidan foydalanamiz. Negaki bu tashkilot vaksinalarni sotib olishda ma'lum bir imtiyozlarga ega. Emlash kalendari bosqichma-bosqich kengayib boryapti. Oxirgi yangi vaksina bu virus papilloma virusiga qarshi 2018-yil 2018-yil amaliyotga kirib kelgan. Albatta yangi vaksinalar Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya etilsa, emlash kalendari kengaytirib boriladi. Demak, O'zbekistonda ishlatilayotgan vaksinalarni barchasi ishlab chiqarishdan to emlanadigan aholi qatlamiga yetib borgunga qadar logistika tizimi ishlab chiqilgan. Biz harorat rejimini, hatto ketayotgan transportdagi haroratni ham baholash imkoniyatiga, kuzatish imkoniyatiga egamiz. Va shu orqali vaksinalar sifatli emlash punktlariga yetkazib boriladi.